bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar sevishaylik 100 yoshgacha kuyib bo'lsinlar kerakmas mol. Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Kelib qoldingmi qizim? Ha, keldim. Bugun uyimizga sovchilar yana kelishdi. Nima demoqchisan? Voy, qo'ying shu sovchi-povchilaringizni, oyi. Bilasiz, hali bererga demayman. Sen meni o'ldirmoqchimisan? Bilaman hali ham o'sha Abdulazizda ko'yning borligini. Avvalgi qilgan xatolarimni o'zim to'g'rilamoqchiman qizim. Nima deysan? Abdulazizga turmushga chiqishni xohlaysanmi? Nima? Nima deganingiz? Oyi, uni oilasi bor-ku, o'ylab gapiryapsizmi? Ya, assalomu alaykum xola. Alaykum assalom. Ilhomjon, samsan o'g'lim? Yaxshimisan? Tashib qo'yaman. Hozir bolam. Yaxshimisan o'g'lim? Rahmat. Sog'lig'ing yaxshimi? Charchamoqsan? Rahmat, o'zing Xudoga shukr. Uydagilar yaxshimi? Mana xola yetib keldik. Rahmat. Nima bo'ldi? Xola nega kayfiyatingiz yo'q? Ey bolam, oilaviy muomalalarda o'rtog'ing Abdulaziz bor-ku, o'shani uylanib olgandan keyin endi hozir qizim shuncha kelgan sovchilar rad javobini berib yuboradi. Men ham yakka yolg'iz qizim. Men ham nevara ko'rishni xohlayman-da. Nima qilishimni ham bilmayaptim. Xola, o'rtog'im Abdulaziz ham yomon ham ketib o'rganiga uylandi-da. Ilhomjon, o'sha kuni Abdulaziz o'g'lim tug'ilgan kunda xotiniga yomon ko'zlar aytib qarading-a o'g'lim. To'g'risini aytgin. O'shanda ko'ngling bormi o'g'lim? Yomon sezgirsiz-a xola. Как раз Abdulaziz hozir komandirovkaga ketgan. Xotini o'g'li bilan bir o'zi qolgan. Ya Jasur, tinchlikmi, yaxshimisan? Aka, shu siz uyimizda yana janjal, yana g'urbat. O'zi sizga qanaqa aytishim bilmayaptim. Yana adang ayingni urdilarmi? Ha, O'zi hammasigacha Ziyoda opangning onasi sababchi. Onangni mahallaga yomon ko'rsatmoqchi edi, qo'ldan kelmadi. Endi folbinlik bilan shug'ullanyapti. Ismini nigina deganding-a? Eri Abdulaziz. Dadasi abika dimlama qilib qo'ydim. Ota bola mazza qilib yeb olingizlar. Men 2 soatda kelaman. Voy boshim. Nima deyapsan? Qayerga boraman deyapsan? Kecha aytgandim-ku, dadam tug'ilgan kunida ruxsat yuruvdingiz, Lazzaka. Ana boshim og'riyapti. Hech qayerga bormaysan. Lazzaka. O'chiraymi! Jasur. O'g'lim. Bilaman, onangning o'limi senga qattiq ta'sir qildi. Lekin onangning o'limi mani otangga xotin bo'lib kelishim hammasi peshonamizga yozilgan ekan. Sen bir narsani bilib qo'y. Mani senga zarracha yomonligim yo'q o'g'lim. Sen o'zingni qo'lga ol. Sen hali katta odam bo'lishing kerak. Onangning ruhini shod qilishing kerak bolam. Jasur. Jasur, bo'ldi. Endi onang qaytib kelmaydi. Har kuni qabr boshiga boraverman. Xudoga ham xush kelmaydi. Hammamiz o'tib ketamiz bu hayotdan. O'zingni tut, oldirib qo'yganingni qara. Ziyoda. Go'zalim. Assalomu alaykum Lazzaka. Yaxshi kelib qoldingizmi? Oshing tayyormi? Tayyor. Ha, aytgancha Jasurbek hali uyga kelgani yo'q. O'rtoqlar bilan yurgandirda keladi. Lazzaka o'rtoqlari bilan emas. 3 kundan beri orqasidan kuzatib borsam, onasini qabrida yig'lab o'tirgan ekan. O'g'lingiz boshqacha bo'lib qolgan. Qo'y, keladi. Romantikani buzmagan. Masalan, qo'shilmas. Keladi, qo'yaver. Qo'y, keladi. Romantikani buzmagan. Masalan, qo'shilmas.
kim bo'ldi ekan kech bo'lganda? Jasur! Navbatdagi kirsin. Keling. Songan quyoshim bo'lib kel, kunlarim yonib, tunlari oyim bo'lib kel. Assalomu alaykum aka. Men keldim. Men senga nima deganman? Sal o'zingni yig'ishtirib ol deganmanmi? Qayerda yuribsan shu paytgacha? Soatni qara, soat necha bo'ldi? Sal o'zingga kelib olgin. Uzr, go'zalim sizni ham qo'rqitib yubordim. Keling, men o'zim taqib qo'yay shuni.